Qadrdonlar, sizlarning e'tiborlaringga Damaslardan syomkalarimizni davom ettiramiz. Va nihoyat Damaslarga ham yetib keldik. Taqdim etmoqchi bo'lgan Damas avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi. Kraskasi toza. Qancha yurdi aka? 20 000 kilometr yurgan. 24-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili. Va mana ko'rishlaringiz mumkin. 21 000 kilometr yuribdi. Magnitofon, sidin holatlari yaxshi. Linoleumlari bor ekan. Va mana ko'rishlaringiz. Hoppa. 24. Tonirovkasi bor, temir metan gaz baloni bor va ortidan ko'rinishi. 24 da ishlab chiqarilgan Damas avtomobili, kraskasi toza, 21100 kilometr yuribdi. Xo'p, aka endi qayerdagi mashina? Mashina 3 ko'prik. Dehqonchilik? Yo'q, tirikchilik. Tirikchilik. 3 ko'prikda mashinasi. Narxi qancha beriladi? Afalmina qilinadi xolasa. Narximi? Narxi 7400 dan ichida tushib beramiz. 7400 dollar kam bor. Bor. Variantga, barterga? Xo'sh, barter bor, agar 20 dan tepada emas bo'lsa bor. Variantga ham jinepinda bor, 1-2 oy eplasak bo'laveradi. Chiqaveradi 1-2 oyga. Telefon raqamingiz? Telefon raqam 590 530 36 96. 36 96. Aha. Raqamiga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan yana olishlari mumkin. Like, podpisasiyani bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. 73 ming yurgan. Qadrli obunachilar, navbatdagi Damas avtomobilimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. 23 ming? Qancha yurdi? 273 ming. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 273 ming kilometr yurgan kraskasi. Kraskasi toza. Farg'ona mashinasi aka. Farg'ona mashinasi va balon holatlari yaxshi. Yurgan kilometr 273 ming yurgan, magnitofon, sidin holatlari yaxshi, barlar linoleumlari bor. Obshipka qilingan. Xo'p, tom holatlari, barlari bor ekan. Tonirovkasi bor. Va yuqorida kolonkalari bor ekan. Temir metan gaz baloni bor. Ekzamakka nima bo'ldi? Bola bola ketdi. Ha, mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Yami. Aka, rasxodlar mo'z hadavoy. Zo'r. Rasxod yo'q. Yo'q. Motorda rasxod yo'q. Moy yemaydi. Kraskasi toza-da? Kraska toza. Narxi 6 dan o'tib beramiz. 6000 dollar kam bor. Kami bor. Variantga barter Variant yo'q. Nima qilaveramiz uni? Bank qilaveramiz. 6000 dollar kam bor. Telefon raqam berib qo'ying. 99lik 99lik 067 067 73 39. 73 39. Raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Yaxshi holatdagi kraskasi toza Damas avtomobili. Telefon qilib, xudo xolasa barakasini bersin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringga ikkita quyonni bittada urilgan Damas avtomobili taqdim etamiz. Ushbu Damas avtomobili 19 ga 20. Kraskasi qanaqa edi aka bu? Kraskasi toza, 19 ga 20. Ha, bormiz. Menga aytdim o'zi. Balon holatlari yaxshi, linoleumlari bor, ko'briklari bor. 280 ming kilometr yurgan, magnitofon, sidin holatlari yaxshi, chexollar bor, yuqorida barlari. 19 ga 20 tonirovkasi bor. Va mana ko'rishlaringiz mumkin, yuqorida barlari bor ekan, kolonkasi yo'q ekan faqat. Va temir metan gaz baloni bor. Ortidan ko'rinishi 19 ga 20. Pollari ham yaxshi. Va persepya ekan. Endi o'z ma'lumotlarni so'raymiz. Hojdog'ay. Xo'p, Hojdog'ay endi rasxodlar qarang. Motor hadavoy, mo'z, korobka. Tinch. Ovoz yo'q. Yo'q. Motorda rasxod yo'q. Yo'q. 19 ga 20. Kraskasi toza. Narxi Damasda. Damas'tiki 5,5 ming kami bor, Perseptiki 1000 ozgina kam bor. Texpasport dokument ham yo'g'i bor, Perseptiki dokument ham. Dokument. Xullas ikkovi 6,5 ming kami bor. Persep bilan Damas 6500 dollar kam bor. Kam bor. Damas alohida
sotilaveradi. Sotaveramiz. Pritsep ham Pritsep ham отдельно sotaveramiz. Pritsepni aylantirib ko'rsatdingizmi? o'sha ma'lumotlar. Demak, dokumentlari hamma yo'q bor, muammo yo'q. Qadrdonlar. Pritsep ham alohida sotilar ekan va Damas bilan ham birga sotilar ekan. Dokumentlarda muammo yo'q. Oho. Mana ko'rishlaring mumkin, ichlari holati yaxshi. Ikkita quyonda bittada urilgan. Nima deysiz? Va mana. Xo'p. Yengil xudo xolasa bir qo'lda yetalab ketaveradi. Alohida nech pul deysiz pritsepni? 1000. $1000 kam bor. Ozgina. Ozgina kam bor. Xo'p, bularni variantga barterga beramizmi? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga. Telefon raqam 93lik 93lik 356 356 45 62. 45 62. Raqamiga raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni Hojat og'amiz o'zlaridan olishlari mumkin. Hojatga bozoringiz bersin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Damas'da labo qilingan avtomobilimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, buni kraskalari, rasxodlari qanaqa endi? Damas qilingan ekan. Xo'p, Damas labo qilingan. Rasxodchi moskara. Moz, korobka, motor, vafshin zo'r. Yaxshi. Anavi yurishi. Dokumentlar hamma yo'q joyida, ruxsat. 1 soatda chetda Farg'onada bo'ladi, Tashlarda bo'ladi. Pentlarigacha. Ruxsat dokumentlari bor. Shumkalari bor, linoleumlari bor. Yurgan kilometri 428. Nima deysiz? 428 ming kilometr yuribdi magnitofon Damas'da labo qilingan varianti. Tentlarga ruxsatlari bor, hamma yo'q dokumentlari joyida ekan. Qadrdonlar, rasxod yo'q deyapti. Temir metan gaz baloni bor va ortidan ham ko'rinishi. Va mana pritsep. Lis qoplangan ekan. Va yon tomondan ko'rinishi. Xo'p, aka, endi narxini nech pul deyapsiz? $5400 kami bor. Aka, bozor qilishdimi? 5 tepasida bitadimi? Yo'q, 5 tepasida. 5 tepasida. Variantga barterga yo'li bor? Mana shu Farg'ona tashlar bo'lsa beramiz, barter Quvoga berib beramiz, barter variant beramiz. Telefon raqamingiz? 91 109 05 41. 91 109 05 41. Raqamiga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin.